aks kelsa aytgan, kraskasi pol kraska bo'lsa ham, puli arzon narxda bo'lsin deganmiz. Bitta borasiz bu shunaqasidan. Matiz Best 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Oppoq rangda, kraskasi polni обновление bo'lgan. Polni kraska bo'lgan, lekin holati chiroyli, zo'r sepib qo'ygan ekan. Balonlari 30-40% yaxshi ekan. Laboylari ham top-toza ekan. Xo'p, ichiga kelsak, obshipkalari o'rta holatda, poliklari bor ekan, chexollarni bir sidralishtirib olsa, atak chiroyli mikrofoni ham bor ekan. Probegiga kelsak, probegi 530 ming yurgan ekan. Xo'p, orqalari zo'r, ichlari yaxshi, barbes boshqachada. Xo'p. 3-pakelada gazi ham bor ekan. Gazda taqib qo'ygan ekan. Atak yurishlari, hadovoylari, chaqa-chuqalari, motorlari, bir korobkalarida ishi yo'q ekan. Atseklari yomon emas, atseklari chiroyli. Orqa faralari ham zo'r turibdi, qarang. Nima deydi? Jiguli bir narsa olguncha mana shu Best ola qoling. Qarang holini, ishi chiroyli. Turishini qarang, barbesda. Xullas, biz bu mashinamizni mazza qilib olishlik uchun bemalol kelib, proverka qilib, kraskalarni tekshirib, pollarni ko'ringan, lekin motor zo'r holatda. Motorlar bir tekishlab turibdi. Arzonchi bolalar kanalimizda $2650 ga berib yuboramiz. Bosib yuboringlar.